Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Hurmatli Xorazm Xalq kanalına muxlislar. Unda xalasa bugün satmayacağımız Urganch tuman Dömen joylashgan umumiy kattaligi 1000 kvadrat metrdan tashkil topgan joyimiz bo'ladi, hurmatli muxlislar. Videomizni like bosib, profilimizga obuna tursanizlar to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qaranglar. Elde 18,5, uzunasini 53. Lokatsiyamiz Dönmen Kurkubaku. Şundan keyin doğru yurishsa 3-ko'chaga kirasizlar, hurmatli muxlislar. Bizdan xonadon sotib chiqdi. Ben tamamen gelen olsa şu G'oyabota Toza Mechit tarafdan kelasizlar, iyi Mashin bozor tarafdan kelasizlar, hurmatli obunachilar. Elde sesha qilingan, bu yoqda garaj ham mavjud. Garajdan bir ko'rsatib beraman sizlarga. Videomizni uzmaymiz. Uchun esa YouTube'a shu uzun inatib olamiz, hamma narsa tushuntiriladi. Qaranglar. Mana bu ham tamomini shunday. Ikki etajga mo'ljallangan o'zi aslında. Nima desam, joyimiz qaranglar, hurmatli obunachilar, ma'lumot berib o'taman. 2018-yilda qurilgan, 2019da İçan tamamlar azmaz seçiyor, karışık kılıngan. Şu halata gelenden bu 2019'da. Yok tamam, vesaire büyük tamam. Ham pişken aralaş salıngan. O da halasa. Keyin bir de koy bakkan ekan uygalar şu üçün şu ahvalda. Yani yok tamam, şu vaxtı 2018-19'da. Keyin yaşalmagan 19'da bitken bolsa, umuman yaşamaganlar İçan tamam gösterip ötemez sizlere. Geçişlere gerek yok. Sonra şu üçün getip kanallar. Bismillah deyip giremiz xonadonimizga, hurmatli obunachilar. Yurtlarımızı birine kol isabeti falan veremiz. Dolanlar katta alıngan, birleşme kökenden çıkan, çala yarım bir çıkan olsa ayrılan taraflar çıkmalarından şifa kökşene. Kattamanımızda zarlı boladı. Şimdi birinci xonasıyla. Şimdi ağlar taşak tuttu eskiçe. Umumiy 4 xonasi mavjud. Katta alıngan. Bu yankı ikinci etaja tiparasta dedim-ku. Şu garaj tarafı bu. Şimdi on tarafımızda spalnisi bo'ladi. Yurtlardı. Balandlik ham katta. Pol patavlar qilingan. Bu yerimiz yana bir zali bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlarni shunday tushuntirib o'tamiz. Hozir aylan tarafim pishgan ham alishlardim-ku. Bu yer polnisyu ham ekan, hurmatli obunachilar. Hozir egasidan so'rab berdim. Bu yoqda tomozda yana bir spalnisi mavjud. 2 spalni, 2 zal. Bu yoqda tomozdan keladigan bo'lsak, bu yer kuxnyasi. Yurtlardı. Şimdi yan tarafımız banyo mo'ljallangan, yine gördünüz. Ham pishgan, ishqilib ko'pincha xomdan, shuning uchun xom deymiz. Endi sizlar bilan bog' tarafidamiz. Aytib o'tganimdek 53 uzunasini, enini 18,5. Orqa tarafi 21 bo'lib ketgan, ko'z ketgan ekan bu joy, hurmatli obunachilar. Qaranglar, dokumentda 800 kvadrat metr, umumiy maydoni esa 1000 kvadrat metr. Dokumentga kiritilmagandan 200. Şunu ham aytib o'taylik sizlarga. Qaranglar, bu yon tarafimiz kerak patputun narsalarni tashib berasiz bu yerga. Bu yerimiz esa mol xonasi bo'ladi. Xalasangiz bu yerda yem, mol boqib yemlaringizni qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yon tarafimizga kelgan bo'lsak, to'q xonasi, hurmatli obunachilar. Umumiy kattaligi 1000 kvadrat metr. Suv svet muammosi yo'q. Birgina gaz yo'q bu yerda, hurmatli obunachilar. Narxi inchi fond desangizlar, egasi bilan so'zlashgan holatda 730 million so'm qo'yib beradi oldik. Yana üstüne gelip görüp bemalol sodalashmasada bo'ladi. Pastlarim pol bo'lgan. Xudo xolasa yashashda, ya'ni nima desam, qarashga kerak joyi bir qator уборочный sakkab, уборкаlarni qilib beradilar. Atak yashashga tayyor, pullar stoychi, xudo xolasa 730 million so'm, yana kam bor. Aloqa chiqarsa, yana hamkarich. Pastda nomerasi qoldirdim. Reklama uchun aloqasizlar, reklama qilib sotib beramiz, xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' olun, salomat olun. Bizden kulak ko'rgan tarifasini albatta like basıp profilimizga obuna qo'yishni unutmang. Salomat olun.